Salamatmısызlar. Bugünkü dersimizin mavzusu funksiyani formula arqılıq beriş. Ötken ders biz funksiyanın aniqlamasını dep ketkendik. Endi şu funksiyani berişte berilgen funksiyanın argumentinin ma'nolariga muvaffiq funksiyanın ma'nolarini tepishni ko'rsatish deymiz. Funksiya berish deymiz. Ikkinchidan, funksiyani formula arqılıq berish funksiyani analitikалық usul bilan berish deb ataldi. Masalan, y tang 5x funksiyasi bu yerda x deganimiz u mustaqil o'zgarguvchi. Y bo'lsa, u beqinda o'zgarguvchida biz o'tgan darsda o'tib ketdik. Uni endi funksiya deb nima dedik? Har qachon x ni biz shu argument deb ataymiz. Bir tal argumentga har qachon bir tal funksiyaning ma'nosi keldi. Masalan, agar x ni biz masalan -2 deb alsak, o vaqtida berilgan funksiyaning ma'nosi 5 ni -2 ko'paytirib etsalar -10 bo'ldi. Mana biz nima qildik? Y tang 5x formulasida x ning o'rniga sonlarni qo'yib chiqdik. Biroq agar biz modul y tang 5x funksiyasini qarash turib, yanıla x ning o'rniga abeki masalan даже -2 ni yozamaymiz. Bu yerda durustmi? Nimishga? Потому что moduldan son har qachon ijobiy chiqish kerak. 5 ko'paytirilgan -2 bizga -10 bo'lishadi. Modul y tang -10 bo'lib, yechimi yo'q bo'lib qoldi. Agar x -2 emas, x ni biz +2 alsak, o vaqtida modul y tang bo'ldi 5 ko'paytirilgan 2 modul y tang bo'ldi 10 ga. Bu yerdan 2 tal yechimi chiqdi. Y1 tang 10 ga, yoki bo'lmasa y tang -10 ga. Endi matematikada normalniy durust chiqadi. Biroq funksiyaning aniqlamasi bo'yicha biz nima dedik? Bir tal argumentga faqat bir tal funksiyaning ma'nosi kelishi kerak. Bu yerda nima bo'ladi? Bir tal x ga 2 tal y chiqdi. Shuning uchun buni modul y tang 5x turida berilgan formula u bizda funksiya bo'lmaydi. Shuni qarab turishimiz kerak, unutmay. Shu vaqtida formulaning yordami bilan funksiyaning nima qila olamiz? Bu formula turida yozilgan bo'lganki, funksiya o'samdi yoki kemaydiganini aniqlashga bo'ldi. Grafik koordinat o'qlarini qaysi chekitda qiyib o'tadiganligini topsaq bo'ldi. Ma'nosi ijobiy yoki salbiy bo'lganligini tepishga bo'ldi. Bunday bir qarash turib chiqa, shu bizda y tang 5x o'sha bu yerda qaranglar, funksiyaning aniqlanish sohasi degan bir narsa bor. U masalan, buni birinchi hisobimizda x ning o'rniga qanday sonlarni qo'ya olamiz? Bu yerda x ning o'rniga ijobiy son qo'ysak ham bo'ldi, salbiy qo'ysak ham bo'ldi, 0 qo'ysak ham bo'ldi. Shuning uchun aniqlanish sohasini biz dy deb belgilaymizda. U bo'ldi minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha qolgan son. Biroq agar funksiyamiz y tang masalan 5 bo'lingan x plus 2 bo'lsin deb qo'yaylik, o vaqtida biz esimizda har qachon saqlab turamiz, 0 ga bo'lishga bo'lmaydi degan qoidani ishlatsak, bizda nima bo'ldiki, x plus 2 tang emas 0 ga, shu vaqtida x bo'ldi tang emas -2 ga. То есть aniqlanish sohasi u chog'da d bo'ldi har qandaqsin, biroq -2 ni olamaymiz. Minus cheksizlikdan -2 gacha va -2 dan plus cheksizlikgacha deb yozamiz. Bu birinchisi. Endi funksiyani o'sadigan yoki kemaydiganini aniqlash uchun nima qildik? Argumentiga masalan o'sadigan sonlarni qo'yib chiqsak, funksiyaning ma'nosi o'sadigan chiqsa, o vaqtida nima deymiz? Funksiya o'sadi. Ya naborot, x ni o'stirayotganda y ning ma'nosi azaysa, o vaqtida funksiya kemaydi deb xulosaga kelamiz. Ikkinchisi, grafik koordinat o'qlari qaysi chekitda qilishib o'tganini aniqlaymiz. Endi uni biz kelajakda bizga bo'lak bir mavzumuz bo'ldi. Berilgan funksiyaning grafikini chizish, masalan, bir tuz chiziqsiz qo'ysam, u chog'da bizning funksiyamiz grafigi masalan x va y koordinatlar mana bu chekitlarda qiyib o'tadi deymiz. Endi funksiyaning ijobiy yoki salbiy bo'lganini tepish bo'ldi deganimiz, masalan, shu 5x ni ijobiy deb berilsa, nima qilamiz? Cho'ng 0 dan deb yozamiz. Agar salbiy desa, vaqtida 5x kichik 0 dan deb
Muşu tengsizliklerini çıkarımız. Birincisida 0'ni 5'ga bölüp etsaňlar 0. İkincisida 0'ni 5'ga bölüp etsaňlar şol 0, birak mede çoň 0'dan kiçik 0'dan dep tengsizliklerini çıkara alaýmyz. Qynämsi hesabyny çıkaraýlym. Birinci hesapdaydı. Bunu eğer mustaqil özgärmüçi x mundaq sanlar bolsa, y 8'den 1 qoşulgan x-ning 25%, 100%dan 25% degenimiz onu addi kesirge aylandırıp etsek, onun üçün 100%'ı bölüp etimiz çıkıdı 4'ten 1. Şoqtun 25%'ning ornuğa kesir türüdü 4'ten 1 x dep yazsam boldu. Şu endi x-ning ornuğa bunu sanlanıp koyup çıkaylı. Şoqtun y-den 8'den 1 plus 4'ten 1'ni köpeytimiz bişidi 40'ga. 40'ını 4'ge bölüp etsaňlar 10, 10'ga 8'den 1'ni qoşsaňlar 10,8'den 1 boldy. Şundaqla endiki nöbetde 4'ten 1'ni köpeytimiz x-ning ornuğa 100 ilaňa diýdi. 100 alsak, 100'ni 4'ge kıskartıp etsek, 2'ge kıskartıp etsek boldy. Oy, sırası bölündü, 25 geçirsler. Şoqtunda 25'ge 8'den 1'ni qoşsak, 25,8'den 1 boldy. Ket toxtalyşy 8'den 1 plus açdyk hem ýerde nem qolmaz x-ning ornuğa qoy diyen sanlarını qoyup çıkmadınız. Köpeytimiz 2'den 1'ge. 4'ten 1'ni 2'den 1 köpeytsaňlar 8'den 1, 8'den 1'ge 8'den 1'ni qoşsaňlar 8'den 2, ýeki bolmasa 4'ten 1 boldy. Ve ahyrkysy 8'ni qoysak, 8'den 1 plus 4'ten 1 köpeytilgen 8, 2 boldy 2,8'den 1. X-ning qandaq manasida funksiýanyň manasy 0'ga täň diýdi. Onun üçün biz diýemiz x tipine dawatydy. Eger funksiýanyň manasy diýen ötken dersde o bizde y boldy. Şoqda eger y 0 bolsa x kança diýdi. Täňini guraşdyryp alaly. Minus 10x plus 2 täň 0 desek, sızıqlyk täňimi çykdy. 2'ni 10 tarafga minus 2 dep köçürüp etsek, x täň boldy. Minus 2 bölüngen minus 10. Ýeki bolmasa 2 kıskartıp etsek 5'ten 1. Funksiýanyň manasy x argumentinin qandaq manalarda selbi emas. Selbi emas diýenki ijabi, selbi diýen minusla, selbi emas diýenki plusla. Şu wagtda bizning y-imiz selbi emas diýenki y 0'dan çoň boluş gerek. Ýazaýly minus 1,3'den 2x minus 12,5 çoň 0'dan. Sraz natora aylandırıydı. Minus 3'den 5x çoň minus 12,100'den 10'dan 5 plus bilen köşse 12,10'dan 5 dep ýez goýup duraýarlar. Endi minus 5'den 3 meýdi köpeytilgen biýaky bölüngen bilen köşse x baş tengsizlik 6-njy sinipde ötkendiňler minusga bölgende tengsizlikniň belgisi özgürdi. 12,5'ni bölsle minus 3'den 5'ge meýdi dawamlaşdyray. Plusni minus bölgende minus 12,5'ni sizler meselen 125 bölüngen 10 deseňler boldu. Köpeytilgen bölüngen tuğan köpeytilgen belgisini koyup ikinci kesirini orun almaştırıp etseňler. Şunundan keyin köpeytilgen tuğanda 125'ni 5'ge kıskartıp 25 bilen 10'nu yani 5'ge kıskartıp etseňler x boldu kiçik minus 5'e 3 15 bölüngen 2. Bu natora kesirini aralaş kesirge aylandırıp etsek 7,2'den 1 boldy. Ahırkı hesabımız umda dedi. Belgen funksiyonun enliqiniş sahasını tipi olan y-den bu 11. klaslarda çıqıt soradigan narsa x köpeytilgen x minus 4 bölüngen x minus 4 funksiyasida enliqiniş sahasını tipi olan degenkin x'nin ornu qoyuşq bolu degen salan tepişimiz gerek. Onun üçün bişide meselen m'de köpeytilgen tuğandikin biz deyimiz
Давайте x minus 4 bilan x minus 4'ni qisqartib etaylik. Şu vaqtida x o'zil qoldi ekan. Va x suratida bo'lgan ekan, biz nima deymiz? X ning o'rniga ijobiy son, salbiy son, nol, любой son qo'ya olamiz. Shuning uchun n qilinish soati dy teng bo'ldi. Har qanday sonni biz inogdamda r вещественный число deb r deb yozib qo'ysak bo'ldi, yoki bo'lmasa minus cheksizlikdan plus cheksizlikcha har qanday son desak bo'ldi. Ikkinchi funksiyamiz x kvadrat bo'lingan x kvadrat minus 7x. Bu yerda 5'da biz ixchamlab olaylik. Maxraji demaydi, bir tal x ni umumiy deb tirnoq teshig'i evatsak, qoldi bizda x minus 7. X kvadrat va x ni qisqartib yotsangiz, suratida x, maxrajida x minus 7 qoldi. Endi nima dedik? Suratida eshitmaymiz, suratida x ni o'rniga qolgan sonni qo'ya olamiz. Avot maxrajida 0 ga teng emas bo'lishi kerak. Shu vaqtda x minus 7 teng emas 0 ga desanglar, x bo'ldi teng emas 0 plus 7 7 o'zi. Shu vaqtida n qilinish soati bo'ldi minus cheksizlikdan 7 gacha va 7 dan plus cheksizlikcha qolgan son. Nima demaydi? Emas, men tengmi deb yozib qo'ydim. Mana e deb qolaversin. Shuni bilan bugungi qisqa darsimiz tugadi. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariya yozib qo'yinglar. Tushunishli bo'lsa, like berishni unutmanglar.